Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'rsildoq bo'lgan, ichlari go'shtlikkina bo'lgan mazali qazili nonlarni birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga tuz, shakar, issiqqina sutni solib yaxshilab aralashtirib, ustidan ozgina unni elakdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Aralashtirib olgach, dro'jja hamda o'simlik yog'ini solib yana bir bor aralashtiramiz. Qolgan unni ham solib, o'rta yumshoqlikda xamir qoramiz va 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Endi bo'lsa bizga asl barakani qazi mahsulotlari kerak bo'ladi. Men ot go'shtli qazi mahsulotidan foydalandim. Asl baraka mahsulotlari sifatli hamda halol sertifikatiga ega. Qazilarni kubik shaklda to'g'rab, ustiga piyozni ham mayda qilib to'g'rab solamiz. Tuz hamda murch bilan to'yintirib, yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Oshib chiqqan xamirimizni teng 2 bo'lakka bo'lib zuvolaga keltiramiz. Yaxshilab zuvolalarimiz 5 minut tingandan so'ng xamirni yoyib olishimiz kerak. Bir tomoniga qiyma solib, xuddi rulet shaklida o'rab olamiz. Chetlarini pichoq yordamida kesib, qolganini ham o'rab yaxshilab yopishtiramiz. Non shakliga keltirib, chetlarini bir-biriga kirgizib, listga qo'yamiz. Salafan hamda sochiq yopib 15 minut tindiramiz. 15 minutdan keyin ustiga tuxum, kunjut hamda sedana sepib, qizib turgan duxovkada qizargunicha pishirib olamiz. Yumshoqqina bo'rsildoq, qazili, mazali nonimiz tayyor. Albatta siz ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.